iyul oyida pensiya olish jadvali qayta ko'rib chiqilgani haqidagi xabar ko'pchilik pensionerlarni xavotirga soldi. Eng katta savol bitta. Pensiya odatdagi kunda tushadimi yoki kechikadimi? Naqd pul oladiganlar qachon oladi? Bank kartasiga oladiganlar nimaga e'tibor berish kerak? Men bugun sizga shu masalani oddiy, tushunarli va amaliy qilib tushuntirib beraman. Bu ma'lumot har bir pensionerga, pensionerning farzandlariga, vasiylariga va keksa ota-onasining pensiyasiga qarab turadigan oilalarga bevosita tegishli. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va like bosib qo'ying. Chunki bunday ogohlantirishlarni vaqtida bilish pulingizni, vaqtingizni va asabingizni asraydi. Avval pensiya to'lovlari ko'pchilikka odat bo'lib qolgan tartibda beriladi edi. Kimdir har oyning 5 sanasida kartasiga tushishini kutardi. Kimdir 10 sana atrofida pochtachi kelishini bilardi. Kimdir mahallasidagi pochta bo'limidan o'ziga belgilangan kunda olib ketardi. Ya'ni odamlar o'z-uy xarajatlarini shu sanalarga qarab rejalashtirib qo'ygan. Dori sotib olish, kommunal to'lov qilish, oziq-ovqat olish, qarzini qaytarish, nabirasiga yordam berish yoki shifokorga borish. Endi esa iyul oyida jadval qayta yozilgan deganda men bir narsani alohida ta'kidlayman. Bu hamma pensionerning pensiyasi bekor bo'ldi yoki kamaydi degani emas. Jadval o'zgarsa asosan to'lov sanasi, navbat tartibi, hududlar bo'yicha yetkazish va bank orqali o'tkazish tartibidagi vaqtlar o'zgarishi mumkin. Ko'p hollarda pensionerning huquqi saqlanadi, belgilangan pensiya miqdori saqlanadi. Lekin pulni olish kuni oldinga yoki orqaga surilishi mumkin. Mana shu joyda pensionerlar ogoh bo'lish kerak. Chunki jadvaldagi o'zgarishdan bexabar odam erta tongdan bankomat oldida navbatda turib qolishi, pochta bo'limiga bir necha marta borib kelishi, uyiga pochtachi kelmagani uchun xavotirga tushishi mumkin. Ayrim hollarda esa firibgarlar aynan shunday vaziyatdan foydalanadi. Jadval o'zgardi, pensiyangizni chiqarib beraman. Kartangizni tekshirib beraman. Telefoningizga kelgan kodni ayting deb keksa odamlarni aldashga urinadi. Men ekspert sifatida eng avval shuni aytaman. Pensiya jadvali o'zgargan bo'lsa ham hech kimga bank kartangiz raqamini, PIN kodingizni, SMS kodini, pasportingiz suratini va plastik kartangizning orqa tomonidagi ma'lumotlarni yubormang. Rasmiy tashkilotlar sizdan telefon orqali maxfiy kod so'ramaydi. Oldingi tartibda ko'pchilik pensionerlar o'z to'lov kunini tajriba orqali bilib olgan edi. Masalan, bir mahallada pensiya har oyning 7 sanasidan 12 sanasigacha tarqatilgan bo'lsa, odamlar o'z navbatini eslab qolgan. Bank kartasiga oladiganlarda esa pul odatda avtomatik tushadi. Lekin bu avtomatik tizim bir vaqtning o'zida hammaga tushadi degani emas. Banklar pensiya jamg'armasi, pochta xizmati va hududiy bo'limlar o'rtasida ma'lumotlar almashiladi. Shu jarayonda ro'yxatlar, yashash joyi, to'lov usuli, bank rekvizitlari, pensionerning holati va boshqa ma'lumotlar tekshiriladi. Iyul oyida jadval qayta yozilgani odatda bir nechta sabab bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Birinchisi, oy boshida dam olish kunlari yoki bayram kunlari to'g'ri kelgan bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, banklar va pochta bo'limlari ish yuklamasini teng taqsimlash zarurati bo'lishi mumkin. Uchinchisi, naqd pul yetkazib berish xavfsizligi va logistika masalalari bo'lishi mumkin. To'rtinchisi, ayrim pensionerlarning ma'lumotlarini yangilash, kartalarini almashtirish yoki hisob raqamlarini tekshirish jarayoni bo'lishi mumkin. Bu yerda muhim narsa, jadval qayta tuzilsa, to'lov jarayoni tartibga solinadi. Masalan, avval bir kunda juda ko'p odam bankka yoki pochta bo'limiga kelib, uzun navbat hosil qilgan bo'lsa, endi ularni bir necha kunga bo'lib yuborish mumkin. Bu keksa odamlar uchun qulayroq bo'lishi ham mumkin. Lekin muammo shundaki, hamma ham yangi sanani vaqtida bilmaydi. Aynan shuning uchun men bugun har bir tomoshabinga amaliy yo'l yo'riq bermoqchiman. Eng avvalo, pensiyani naqd shaklda oladigan pensionerlar diqqatli bo'lishi kerak. Chunki naqd pul tarqatishda mahalla, pochta bo'limi, yetkazib beruvchi xodim va belgilangan manzil muhim ahamiyatga ega. Agar siz avval har oyning 8 sanasida pensiya olgan bo'lsangiz, iyulda bu sana 10 yoki 12 sanaga o'tishi mumkin. Bu kechikish degani emas. Bu jadval bo'yicha boshqa kunga ko'chirilgan bo'lishi mumkin. Ikkinchi guruh bank kartasiga pensiya oladiganlar. Sizda ham pul bir kunda tushmasligi mumkin. Ba'zida ertalab tushadi, ba'zida tushdan keyin. Ba'zida bank tizimidagi yuklama sabab kechki payt ko'rinadi. Shuning uchun pul tushmadi deb darrov vahimaga tushmaslik kerak. Avval balansni tekshirish
bank ilovasini ko'rish, SMS xabar kelgan-kelmaganini tekshirish, keyin zarurat bo'lsa bank yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilish kerak. 3-guruh. Yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Yangi pensionerlar ko'pincha to'lov jadvalini hali aniq bilmaydi. Ularning hujjatlari yaqinda rasmiylashtirilgani uchun birinchi yoki ikkinchi oylarda to'lov kuni boshqalarnikidan farq qilishi mumkin. Masalan, iyunda pensiya tayinlangan odam iyulda pensiyani oyning boshida emas, ro'yxatga kiritilgan sanadan keyin olishi mumkin. 4-guruh yashash joyini o'zgartirgan pensionerlar. Agar siz boshqa tumanga ko'chgan bo'lsangiz, lekin ma'lumotlaringizni yangilamagan bo'lsangiz, pensiya tarqatish jadvalida chalkashlik bo'lishi mumkin. Masalan, siz oldin Chilonzor tumanida ro'yxatda bo'lgan bo'lsangiz, hozir esa Qibrayda yashasangiz, to'lov manzili va hududiy bo'lim bo'yicha ma'lumotlar mos kelishi kerak. Aks holda pochtachi eski manzilga borishi yoki siz eski bo'lim ro'yxatda qolib ketishingiz mumkin. 5-guruh ishonchnoma orqali pensiya oladiganlar. Agar pensionerning o'zi bora olmasa va farzandi yoki qarindoshi ishonchnoma bilan oladigan bo'lsa, ishonchnomaning muddati. Hujjatlarning to'g'riligi va shaxsni tasdiqlovchi hujjatlarning amal qilishi alohida tekshiriladi. Jadval o'zgargan paytda bunday holatlarda savollar ko'payadi. Shuning uchun oldindan tayyor turish kerak. Agar sizning bank kartangiz faol bo'lsa, pasport ma'lumotlaringiz to'g'ri bo'lsa, yashash manzilingiz o'zgarmagan bo'lsa, pensiyangiz har oy muntazam tushib kelayotgan bo'lsa, jadval o'zgargani siz uchun faqat sananing biroz siljishi bo'lishi mumkin. Masalan, avval 6 sana olgan bo'lsangiz, iyulda 7 yoki 8 sana olishingiz mumkin. Bu holatda sizning pensiyangiz yo'qolmaydi. Agar siz pochta orqali olsangiz va mahallangizda pensiya tarqatish bir necha kunga bo'lingan bo'lsa, sizning navbatingiz oldingidan keyinroq bo'lishi mumkin. Muhimi, mahalla mas'ullari, pochta bo'limi yoki hududiy pensiya bo'limidan aniq sanani so'rash. Har kuni borib kelish shart emas. Bir marta telefon qilib yoki yaqin insoningiz orqali aniqlatish yetarli. Agar sizga SMS kelmagan bo'lsa ham, bu har doim muammo degani emas. Ba'zida telefon raqam o'zgargan, aloqa operatorida muammo bo'lgan yoki bank xabarnomasi kechikkan bo'lishi mumkin. Lekin pul tushgan-tushmagani faqat SMS'ga qarab emas, bank ilovasi. Bankomat yoki bankning rasmiy aloqa markazi orqali tekshirish ma'qul. Birinchi misol. Altaqchesi yoshli onaxon har oy pensiyasini 9 sana kuni pochta orqali olardi. Iyulda esa jadval qayta tuzilib, uning mahallasiga to'lov 11 sana belgilandi. Onaxon 9 sana kuni pochtachini kutdi, kelmagach xavotirlandi, ertasi kuni pochta bo'limiga bordi. Aslida hech qanday muammo yo'q edi, faqat to'lov kuni 2 kunga ko'chirilgan edi. Agar u oldindan mahalla yoki pochta bo'limidan so'raganda 2 kun asabiylashmasdi. Ikkinchi misol. 72 yoshli otaxon pensiyasini kartaga oladi. Har oy 5 sana ertalab pul tushardi. Iyulda esa bank tizimidagi yuklama sabab pul 5 sana kechki payt ko'rindi. Otaxon ertalab bankomatga 3 marta borib keldi. Navbatda turdi, pensiyam to'xtab qolibdi deb o'yladi. Aslida karta faol, hisob raqam to'g'ri. Faqat o'tkazma bosqichma-bosqich amalga oshirilgan edi. Bunday vaziyatda erta tongdan bankka yugurmasdan kun davomida balansni tekshirib turish to'g'riroq. Bir pensioner yaqinda eski plastik kartasini yo'qotib qo'ydi va yangi karta oldi. Lekin pensiya bo'limiga yangi hisob raqamini vaqtida bildirmadi. Natijada iyul oyidagi to'lov eski rekvizit bo'yicha qayta ishlovga tushdi va pul kechikdi. Bu yerda jadvaldan tashqari hujjat muammosi ham bor. Shuning uchun karta almashtirilsa, bank hisob raqami o'zgarsa yoki karta yopilsa, buni albatta tegishli tashkilotga xabar qilish kerak. 4-misol. Takazim yoshli bo'yining pensiyasini qizi ishonchnoma bilan oladi. Ishonchnoma muddati iyun oxirida tugagan, lekin ular bunga e'tibor bermagan. Iyulda jadval bo'yicha pensiya olishga borganda hujjat muddati o'tganligi sabab to'lov berilmagan. Bu pensiya bekor bo'ldi degani emas. Faqat ishonchnomani yangilash va hujjatlarni to'g'rilash kerak. Shu sababli ishonchnoma bilan oladigan oilalar sanani emas, hujjat muddatini ham tekshirishi zarur. 5-misol. Pensiona boshqa tumanga ko'chib o'tdi, lekin ro'yxat va manzil ma'lumotlari yangilanmadi. Iyulda jadval qayta tuzilganda eski hudud bo'yicha ro'yxatda qoldi. U yangi manzilda kutdi, lekin to'lov eski manzilga bog'langan edi. Bunday holatda pensioner hududiy pensiya bo'limiga murojaat qilib, yashash joyi o'zgarganini rasmiylashtirish kerak. Endi
ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlarga to'xtalaman. Birinchi nozik jihat, pensiya sanasi har doim bir xil bo'lishi shart emas. Ko'p odam men har oy 7 sana olaman. Demak, davlat 7 sana berishi shart deb o'ylaydi. Amalda esa to'lovlar belgilangan oylik jadval asosida bank va pochta tizimi orqali bosqichma-bosqich amalga oshiriladi. Odat bo'lib qolgan sana bor. Lekin texnik va tashkiliy sabablar bilan u o'zgarishi mumkin. Ikkinchi nozik jihat dam olish kunlari. Agar sizning odatiy to'lov kuningiz shanba yoki yakshanbaga to'g'ri kelsa, pul oldinroq yoki keyinroq tushishi mumkin. Naqd tarqatishda ham xodimlarning ish jadvali hududlar bo'yicha yetkazish, xavfsizlik va kassadagi mablag' harakati hisobga olinadi. Shuning uchun bugun dam olish kuni bo'lsa ham baribir berilishi kerak deb o'ylash to'g'ri emas. Uchinchi nozik jihat karta bloklangan bo'lishi mumkin. Ayrim pensionerlar kartadan uzoq vaqt foydalanmaydi. PIN kodni unutadi, karta muddati tugaydi yoki bank xavfsizlik sabab kartani cheklab qo'yadi. Bunday holatda pensiya hisobga kelgan bo'lishi mumkin, lekin siz undan foydalana olmasligingiz mumkin. Shuning uchun kartaning amal qilish muddati, bankomatda ishlashi va telefon raqamiga ulanganligi tekshirilishi kerak. To'rtinchi nozik jihat, qarzdorlik va avtomatik yechimlar. Ba'zi hollarda pensionerning bank kartasiga boshqa xizmatlar ulangan bo'lishi mumkin. Kredit to'lovi, kommunal avtomatik to'lov, qarz undiruvi yoki boshqa majburiyatlar. Pensiya tushishi bilan pulning bir qismi ushlab qolingandek ko'rinishi mumkin. Bunday vaziyatda pensiya kam tushdi deb xulosa qilmasdan bankdan ko'chirma olish kerak. Ko'chirmada pul qachon tushgani, qancha tushgani va qayerga yechilgani ko'rinadi. 5-nozik jihat, firibgarlik. Jadval o'zgargani haqidagi xabar tarqalganda ayrim noma'lum raqamlar pensionerlarga qo'ng'iroq qilib, pensiyangizni tezlashtirib beramiz. Navbatingizni oldinga suramiz. Kartangizni ro'yxatdan o'tkazish kerak deb aytishi mumkin. Men qat'iy ogohlantiraman. Bunday gaplarga ishonmang. Hech kim sizning SMS kodingiz orqali pensiyangizni tezlashtirib bermaydi. SMS kodni aytsangiz, kartangizdagi pulni yo'qotishingiz mumkin. 6-nozik jihat. Pensionerning o'zi chet elda yoki boshqa viloyatda bo'lsa, agar pensiya naqd shaklda olinadigan bo'lsa, pensionerning manzilda bo'lmasligi to'lovni murakkablashtiradi. Ishonchnoma bo'lmasa, qarindoshlar oddiygina borib olib keta olmaydi. Bu qonuniy talab. Shuning uchun oldindan ishonchnoma rasmiylashtirish, to'lov usulini kartaga o'tkazish yoki hududiy bo'lim bilan maslahatlashish kerak. 7-nozik jihat, yangi tayinlangan pensiya va qayta hisob-kitob. Agar siz yaqinda ish staji, ish haqi ma'lumotlari yoki imtiyozli davrlar bo'yicha qo'shimcha hujjat topshirgan bo'lsangiz, pensiyangiz qayta hisoblanayotgan bo'lishi mumkin. Bu ham to'lov sanasiga ta'sir qilishi ehtimoldan xoli emas. Bunday holatda faqat jadvalni emas, arzangiz holatini ham tekshirish kerak. Endi eng muhim qismga o'tamiz. Siz nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy tartibda tushuntiraman. Birinchi qadam, o'zingizning to'lov usulingizni aniqlang. Pensiyani kartaga olasizmi yoki naqd shaklda olasizmi? Agar kartaga olsangiz, qaysi bank kartasi ulanganini biling. Agar naqd olsangiz, qaysi pochta bo'limi yoki qaysi hududiy tarqatish jadvali bo'yicha olishingizni aniqlang. Ko'pchilik aynan shu oddiy ma'lumotni bilmagani uchun sarson bo'ladi. Ikkinchi qadam, iyul oyidagi aniq sanani tekshiring. Buning uchun mahalla mas'ullaridan, pochta bo'limidan, bankning rasmiy aloqa markazidan yoki pensiya jamg'armasining hududiy bo'limidan so'rash mumkin. Eng to'g'ri yo'l rasmiy manba bilan aniqlash. Qo'shnining gapi, Telegramdagi noma'lum xabar yoki bozordagi gap har doim ham to'g'ri bo'lavermaydi. 3-qadam, hujjatlaringizni tayyorlab qo'ying. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi bo'lsa bank kartasi. Ishonchnoma bo'lsa uning asl nusxasi, telefon raqamingiz va kerak bo'lsa yashash joyi bo'yicha ma'lumotlar yoningizda bo'lsin. Agar siz qarindoshingizning pensiyasi bo'yicha murojaat qilayotgan bo'lsangiz, o'zingizning shaxsingizni tasdiqlovchi hujjatni ham olib boring. 4-qadam, karta ma'lumotlarini tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? Karta bloklanmaganmi? Telefon raqam o'zgarmaganmi? Bank ilovasiga kira olasizmi? PIN kodni bilasizmi? Agar karta muddati tugagan bo'lsa, bankka borib yangilang. Agar yangi karta olgan bo'lsangiz, pensiya to'lovlari shu hisobga kelishi uchun zarur bo'lsa tegishli bo'limga xabar bering. 5-qadam. Pul tushmasa, darrov vahma qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Avval o'sha kun yakunigacha balansini tekshiring. Keyin bankdan ko'chirma oling yoki
aloqa markaziga murojaat qiling. Agar bankda pul kelmagan deyilsa, pensiya jamg'armasi hududiy bo'limiga murojaat qiling. Murojaatda ismingiz, familiyangiz, tug'ilgan sanangiz, yashash manzilingiz, pensiya turi, odatdagi to'lov sanasi va muammo nimadan iboratligini aniq ayting. 6-qadam. Yozma murojaat qilishni biling. Agar sizga bir necha kun davomida aniq javob berilmasa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Ariza yozing. Arizada iyul oyi uchun pensiya to'lovi belgilangan muddatda kelmadi. To'lov holatini tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Arizaga pasport nusxasi, pensiya ma'lumotlari, bank ko'chirmasi yoki karta ma'lumotlariga oid tasdiqlovchi hujjatlarni ilova qiling. Ariza qabul qilinganini tasdiqlovchi qayd raqamini olib qo'ying. 7-qadam, yolg'iz keksa insonlarni nazoratsiz qoldirmang. Agar ota-onangiz, buvinggiz yoki bobongiz pensiya olsa, ularga qo'ng'iroq qilib, pul tushdimi? Kimdir qo'ng'iroq qilmadimi? SMS kod so'ramadimi deb so'rang. Keksa odamlar ba'zan uyalib aytmaydi yoki tushunmasdan kodni berib yuborishi mumkin. Oiladagi yoshlar aynan shunday paytda yordam berishi kerak. 8-qadam. Shubhali qo'ng'iroqlarni to'xtating. Agar kimdir o'zini bank, pensiya bo'limi yoki pochta xodimi deb tanishtirib, kartangizdagi kodni, PIN kodni yoki SMSni so'rasa, suhbatni darhol to'xtating. Keyin bankning rasmiy raqamiga o'zingiz qo'ng'iroq qiling. Noma'lum raqam bergan havolaga kirmang, telefoningizga noma'lum ilova o'rnatmang. 9-qadam, xarajatlaringizni jadvalga qarab rejalashtiring. Agar pensiya sanasi 2 yoki 3 kunga surilishi mumkin bo'lsa, dori-darmon va oziq-ovqat uchun ozgina zaxira qoldiring. Masalan, har oy pensiya tushgan kuni barcha pulni bo'lib yubormasdan, keyingi oyning dastlabki kunlariga yetadigan minimal mablag'ini saqlab qo'yish foydali. Bu ayniqsa doimiy dori ichadigan pensionerlar uchun juda muhim. 10-qadam, o'z huquqingizni biling. Pensiya sizning qonuniy huquqingiz. Jadval o'zgardi degani sizni mensimaslik mumkin degani emas. Siz aniq ma'lumot so'rashga, to'lov holatini bilishga, ariza berishga va javob olishga haqlisiz. Lekin murojaat qilganda hujjat bilan, tartib bilan. Aniq savoli bilan borsangiz, masala tezroq hal bo'ladi. Ko'pchilik so'raydi, agar iyulda pensiya odatdagidan kech tushsa, keyingi oy ham shunday bo'ladimi? Har doim ham emas. Jadval bir oy uchun qayta tuzilgan bo'lishi mumkin yoki yangi tartib keyingi oylarda ham saqlanishi mumkin. Buni rasmiy manbadan aniqlash kerak. Yana bir savol, pensiya kartaga tushganini bilmasam, bankomatdan tekshirish xavfsizmi? Ha, lekin bankomatdan foydalanganda atrofingizga qarang. Begona odamdan PIN kod terishda yordam so'ramang. Kartani bankomatga solib qo'yib ketmang. Agar tushunmasangiz, bank xodimidan yordam so'rang. Lekin ko'chadagi begona odamdan emas. Yana bir savol. Pochtachi kelmasa nima qilaman? Avval o'sha hudud bo'yicha tarqatish kuni o'zgarmaganini biling. Keyin pochta bo'limiga murojaat qiling. Agar siz uyda bo'lmagan vaqtda kelgan bo'lsa, qayta kelish tartibini so'rang. Agar uzoq vaqt hech qanday ma'lumot bo'lmasa, yozma murojaat qiling. Yana bir savol, pensiya miqdori kam tushsa, nima qilish kerak? Bankdan ko'chirma oling. Ko'chirmada tushgan summa va yechilgan mablag'lar ko'rinadi. Agar haqiqatan ham kam tushgan bo'lsa, pensiya jamg'armasiga qayta hisob-kitob bo'yicha murojaat qiling. Agar pul tushib, keyin kredit yoki boshqa to'lovga yechilgan bo'lsa, bank bilan aniqlashtiring. Yana bir savol, pensiyani boshqa bank kartasiga o'tkazsam bo'ladimi? Odatda bunday imkoniyat mavjud, lekin tartibi bor. Siz kerakli bankdan hisob yoki karta ochasiz. Keyin tegishli pensiya bo'limiga to'lov rekvizitlarini yangilash bo'yicha murojaat qilasiz. Muhimi, eski karta yopilsa ham yangi ma'lumotlar tizimga kiritilganiga ishonch hosil qiling. Men tajribamda pensionerlar qiladigan bir nechta katta xatoni ko'p ko'raman. Birinchi xato rasmiy manbani tekshirmasdan vahima qilish. Ikkinchi xato noma'lum odamlarga karta ma'lumotlarini aytish. Uchinchi xato karta muddati tugaganini vaqtida bilmaslik. To'rtinchi xato ko'chib o'tgandan keyin manzilni yangilamaslik. Beshinchi xato ishonchnoma muddat tugaganini unutish. Oltinchi xato og'zaki murojaat qilib hech qanday qayd raqami olmaslik. Agar siz shu xatolardan saqlansangiz, jadval o'zgargan taqdirda ham muammoni ancha yengil hal qilasiz. Pensiya tizimida asosiy narsa aniqlik. Kim oladi, qayerdan oladi, qaysi hisobga oladi? Hujjati to'g'rimi, manzili to'g'rimi, karta faolmi? Shu savollarga javob aniq bo'lsa, to'lovdagi ko'p muammolar yechiladi. Iyul oyida pensiya olish jadvali qayta yozilgani pensionerlar uchun jiddiy signal.
bu pulingiz yo'q bo'ldi yoki pensiyangiz bekor bo'ldi degani emas, lekin to'lov kuni, tarqatish tartibi. Banka tushish vaqti yoki pochta orqali yetkazish sanasi o'zgarishi mumkin. Shuning uchun har bir pensioner va uning yaqinlari rasmiy ma'lumotni tekshirishi, hujjatlarni tayyorlashi, kartani nazorat qilishi va firibgarlardan ehtiyot bo'lish kerak. Men sizga tavsiya qilaman. Bugunoq o'zingiz yoki ota-onangizning pensiya olish usulini tekshiring, iyul oyidagi aniq sanani aniqlang. Karta va hujjatlarni ko'zdan kechiring. Agar pul kechiksa avval bankdan, keyin pensiya bo'limidan rasmiy javob oling. Hech kimga SMS kod bermang, noma'lum havolaga kirmang. Tezlashtirib beraman deganlarga ishonmang. Agar sizda iyul oyidagi pensiya jadvali bo'yicha savol bo'lsa yoki sizning hududingizda to'lov sanasi o'zgargan bo'lsa, albatta izohlarda yozib qoldiring. Boshqa pensionerlar ham sizning tajribangizdan xabardor bo'lsin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bitta vaqtida aytilgan ogohlantirish butun oilani ortiqcha tashvishdan va moliyaviy xatardan saqlab qolishi mumkin.